Voy, voy yuragim. Ay, vasiyat, vasiyat. Vasiyat. Labay dadajon ayting. Mashina senga. Dada unaqa demang. Mengachi dadajon? Uy senga. Dada. Mengachi dadajon? Ey, kuyov, bir gapga qo'shing, ey. Bir erkakka o'xshasangiz bo'lmaydimi? Jonimga tegib ketdi. Darvali, men ketdim choyxonaga. Ay yuragim. Dadajonim, dada. Voy, baqirma. Ayting dadajon. Qizim, senga mashina. O'tgan safar uyda o'dizku dada. Yo bo'lmasa yotib o'zing vasiyat qil. Mengachi dadajon? O'g'lim senga uy. Mengachi dadajon? Siz molxona orqasidagi terakning o'ng tomonidan 8 qadam sanaysiz. Ha, keyin kovlaymanmi? Tilla bormi? 8 qadam yurib borsangiz, temir qoziq turibdi, o'sha olib kiring, yomg'ir yog'sa zanglaydi. Qo'shni. Yo. Xatoga ketyapsizmi? Ketmangiz berib turing menga. Bor ketmonni berib. Ketman menga merosdan. Keyin olib keling unda Rossiyasku. Yaxshi o'tkazinglar. Bugun числа nechi? 17. 17. Bugun inflyatsion bor. Surg'anmang davay. Voy yuragim. Qizim, senga pullarimni qoldirdim. Dada! Baqirmay. O'ylayapman. Ayting dadajon. Siz boring, ana oshxona svetini o'chirib keling. Sen tur. Qornim och qoldi. Tarvuz kes. Sen tur ovqat qil. Siz boring, svetni o'chirib keling. Voy yuragim. Vasiyat. Dada vasiyat yormang, hali ko'p yashaysiz. Ko'zim ochiqligida vasiyat qoldiray deyman-da. Mana shu bir parcha qog'oz bo'lsa, ertaga sanla bir-biring go'shtingni yemaysan. Og'aynilar, ko'zimiz ochiqligida shu bir parcha qog'ozni yozib qoldiraylik. Zakonchilar ham shunaqa deyapti. Qo'shni, ketmanlarni olib keldim mana. Siz olib tirikku. Olib keldingmi? Endi tinchgina ketsam bo'ladi. Dadajon, menga ham bir nima bormi? Yo, soni